Diqqat! Avgust oyi pensiyasini kutib turgan pensionerlarga ajoyib yangilik e'lon qilindi. Videorolikni o'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'ring. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Agar kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni, videoroligimizga esa like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Alloh barchangizdan rozi bo'lsin. Like bosganlar video oxirida 15 ming so'm egasi bo'lasiz. Diqqat qiling. 1 va 2 avgust kunlari dam olish kunlariga to'g'ri kelganligi sababli avgust oyining pensiya to'lovlari bo'yicha ayrim fuqarolarda savollar yuzaga keldi. Budjetdan tashqari pensiya jamg'armasi viloyat boshqarmasining ma'lum qilishicha, plastik karta orqali pensiya oluvchi fuqarolarga pensiya mablag'lari 3 avgust dushanba kunidan boshlab o'tkazish boshlanadi. Pensiya mablag'lari barchaga 3 avgustdan 5 avgustga qadar plastik kartalariga tushirib beriladi. Xalq banki tomonidan naqd shaklda pensiya oluvchilarning mablag'lari tasdiqlangan grafiklar asosida sayyor kassalar tomonidan har oyning 4-27 sanalar oralig'ida mahalla fuqarolar yig'iniga borgan holda to'lab beriladi. Yuqoridagilardan kelib chiqib, pensiya jamg'armasi tomonidan bank plastik kartada pensiya oluvchi fuqarolarga pensiya mablag'lari 5 avgustgacha, naqd pul shaklda oluvchi fuqarolarga esa 27 avgust sanasiga qadar to'lab berilishi rejalashtirilgan deyiladi ma'lumotda. Hurmatli tomoshabinlar, videorolikka like bosib, videoni barcha pensiya oladigan tanishlaringizga yuborib, ogohlantirib qo'yishni unutmang. Alloh barchangizdan rozi bo'lsin.